Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni safarga chiqarkanlar. Safarda yursalar bir cho'pon qo'y boqib yurgan ekan. Bir suruv qo'y, sanab sanog'iga yetib bo'lmaydigan qo'y. Hazrat Umar sekin kelibdilarda aytibdilar: "Biz musofirmiz, bu yerlik emasmiz, hech kim tanimaydi. Qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi?" debdi. Cho'ponga: "Qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi? Shu so'yib go'shidan yem." Cho'pon yigit qarab turib aytibdi: "Sota olmayman. Nimaga? Qo'ylar meniki emas. Men bir mamlukman, ya'ni bir qulman. Xo'jayinim bor, qo'ylarning egasi bor. Men vositachiman xolos, qo'ylarni boqib yuraman qulligim uchun." Debdilar Hazrat Umar: "Xo'jayining qayerda? Sen qiziqchi ekansan-u. Xo'jayining qayerda-yu, biz qayerda? Qo'ylar qayerda? Bir ko'radigan yo'q, boshqa yo'q. Bittasini bizga sotib yuborasan. Xo'jayinim so'rab qolsa nima deyman? Birorta bo'ri yeb ketdi dersan, bilib o'tiribdimi? Biror joyda yiqilib o'lib qoldi dersan, ko'rib turibdimi desa, haligi cho'pon yigit Hazrat Umar yuzlariga bundoq qarab turib aytgan ekan: "Mayli, xo'jayinni tushuntirib aytaman, lekin Allohchi" degan ekan. Allohga nima deb tushuntiraman? Bo'rini Robbisi bo'lgan zotga nima deb tushuntiraman? Kechani eng qorong'u paytida ham qilayotgan ishlarimizni ko'radigan zotga nima deyman? Alloh taolo qiyomat kunida xo'jayiningni haqqiga xiyonat qilding, yeding, ber hisobini desa nima deyman degan ekan. Hazrat Umar yig'lab olgan ekanlar o'shda. Ko'zlari yoshga to'lib dod deb yig'lab olgan ekanlar. Allohchi degan kalimani o'zida shakllantirgan odam dunyodagi barcha ilmni o'zida shakllantiribdi degan ekan. Ehtimol ba'zi oyatlarda, hadislarda, shariatda, fiqhda hech narsani bilmasmiz. Oddiy namozimizni o'qib yurgan odamdirmiz. Lekin bizda Allohchi degan kalima bo'lsa hamma narsaga erishgan bo'lamiz. Zakot berayotgan odamga nima uchun buni aytayapmiz, birodar? Zakotingni berayotganda, hisoblayotgan vaqtingda shu kalimani o'zingga bir marta aytib qo'ygin. Nafsingga aytib qo'ygin, qalbingga aytib qo'ygin. Sen yashirib beryapsan, ey nafsim, Allohchi, Allohdan qanaqa qilib yashirib berasan? Kambag'alni haqqi ekan bu zakot. Bermasang qiyomat kunida hisobi og'ir ekan. Ey nafsim, Allohdan qo'rqin, zakotingni to'liq ado qilgin deb qo'yaylik.